Assalomu alaykum qadrli Asman Toshkentda YouTube'dagi kuzatuvchilari. Biz faoliyatimizni Toshkentda hali showroom bitmasdan turib YouTube'dan boshlab qo'yapmiz. Hademay Toshkent shahrida Asman zavodini rasmiy diler do'koni, ya'ni showroom ochiladi. Sizlarni showroomga kutib qolamiz. Hammaga rahmat. Uchastka qurib qo'yib, dekoriga nima qilaman deb o'ylanib turganlar uchun hozirgi obyektga kelganmiz. Bu Yakkasaroy, Toshkent shahri Yakkasaroy tumanidamiz. Ishlatilingan mahsulotga qarab turib, bilmadim endi bu uyga bir 100 ming ketganmi devorasiz. Haqiqatda ko'rinish jihatdan bu tomi ayniqsa trenddagi ranglar u gap bo'lishi mumkin emas. Hattoki uni tunikafon qoshlarni qarasa alkafonlar shunaqangi ajoyib tushib qo'ygan. Rang ko'chada o'zi bunday qaratishga majbur qilgan uy ketgan. Endi eng bizni faxrlanadigan qismi mana shunaqangi siz e'tiborga tortgan uyda asosiy dekor mahsuloti bizni Asman zavodiga tegishli. Hozir sizlar bilan ko'rsatib beramiz. Albatta sizga video yoqadi. Bu videoni uchastka quraman, hali hech kim yo'q mahsulot ishlataman deb travertindan charchab ketgan yaqinlariga tashlab qo'yasizlar. Mahallada bitta bo'laman deganlar. Podpisatsiyani bosib, layklarni ayamasdan bosib qo'yasizlar, qiziq olmaysizlar. Kommentariyada fikrlarni ham kutamiz. Hammaga shu uylar, shunaqa uchastkalar qurish nasib qilsin. Ayniqsa Asman zavodiga murojaat qilinglar. Mana shunaqangi dekorlardan sizlarga paqir-paqir olib borib beraylik. Uy qurishda asosiy og'ritadigan narsa birinchisi nima? Bizdan boshqa mahsulot ishlatsa nechta etap bor? Sepkingacha. Shuvoq qiladi, travertin surkaydi, undan keyin travertinni laklaydi, travertinni charxlaydi. Voy. Ancha muddat olib qo'yadi. Agar shunaqangi 1000 kvadratli uyda siz travertin qildiraman desangiz, va shu travertin do'rmaylik, boshqa loy narsaga remont qilaman desangiz yoki tosh qildiraman desangiz ham boringki, siz butun sezon siz uyingiz ustida ishlaydi. 4 oylab, 5 oylab siz usta boqib o'tirasiz. Va bizning mahsulotning undan asosiy farqi usta ham, ustalar aytdi-ku nima dedi? Tortib maza qilasiz. Durplastni, Luchepetrani ayniqsa sepganda ularga osonlik. Ular ustalar asosan obidgacha ketadi, har xil vaziyat bo'lib qoladi ustalarda. Biza Luchepetrani, Durplastni eng afzalli tarafi ustalarga bu nimaki? Shuvagandan keyin yo Durplast surtagandan keyin yo sepgandan keyin 1-2 soatdan keyin yana ishini davom ettirib ketsa bo'ladi. To'g'ri. Qurishini kutmaydi. Bo'l travertin sepib qo'ydik. Endi qurishini kutamiz. Grumtopga bor. Unaqa bosh og'rig'i shu ekan biz ishda. Tars tepasi 2 soatdan keyin yana chiqib ketaverar ekan. Yondan ko'rganda bilinar ekanda, Rizoxon. Ha, ancha. Haqiqatda bu tarkibida tosh bor-a? Tosh 100% toshdan. Maydalab, qaranglar, 2 sloyda shuna o'z sifatida chiqqan ekan. Ustidan hozir lak yo'q, sepish yo'q. Durplast mikro ishlatish. Mikro bu. Durplast mikro mahsuloti bu, Ortiqcha hashami yo'q. Buni bitta hashami nima endi? Birorta bir kamchiligi ham bormi? Ha, demaqtavramizmi mahsulotimizni? Kamchiligimiz yo'q deyalamiz. Bitta hashami shu biz o'zimizni shpakilyovkalar mahsulotimizni ishlatib ustidan surtish kerak. Demak buni duch kelgan shpakilovka mahsulotini ishlatalmaysiz. Yo'q, biz unga garantiya bermaymiz zavod tarafidan. Faqat Asman zavodini o'zini shpakilovkasini sotib oladi. Undan keyin Durplast ishlatadi. Bitta kamchiligi shu duch kelgan mahsulotlarni chiqishmas ekan bizga. Biz garantiya ham beramiz. Garantiya qanday beramiz? Bizni mahsulotni o'zimizni shpakilyovkamizni ishlatib, o'zimizni Durplast mahsulotimizni ishlatsa, o'shandagina garantiya beramiz obyektlarga. Tayyor mana hozir obyektni yonib turibmiz. Real obyektda turibmiz. Sepilgan. Buni afzalliklarini aytib surkalgani. Bu tegalarga mana, bularga mana hozir o'rab qo'yishibdi. Chang bo'lmasin. Lekin karchillasalar ham bo'lardi. O'zlariga karchillamaylik deb o'rab qo'yishibdi. Endi usta hali ko'p ishlaydi-da, o'shani ehtiyot qilishyapti-da. Endi odam o'rganib qolganda travertin qildiraverib, emulsiya qildiraverib, qo'qib qolgan, hozir qo'y olib kirib bo'lsa hozir yangi uyga o'xshamay qoladi deb qo'qib qolgan. Bular ham o'sha qo'qqandan keyin o'rab qo'yibdi. O'zi asli nima? O'ramasalar ham bo'lardi. Shart emas, bemalol. Qarang-da, Luchepetra bilan Durplast mikroni farqini. Luchepetra ishlatilgan, betga Durplast ishlatilgan, lekin rangi bir xilligiga oppoq yaltirab turganligi sababli bir xil narsani bir xil rangda, bir xil effektni beravergan. Faqat bizning mahsulotlarimizda bor bu narsa. Rizoh aytmoqchilarki, mana qarang, bu shu bo'lgan narsa. Bu sepilgan narsa. Lekin rangi bir xil. Ko'rgan odam hammasini sepgan deb o'ylaydi yoki hammasi shu bo'lgan deb o'ylaydi. Lekin ikki xil xizmat qilingan bu yerda. Lekin rang tomonlama umuman farqni sezmaysiz. Ichkarida ham ko'rishingiz mumkin mana hozir. Tiyagalarda ustaka aytdiki, qancha bor dedi? Ko'rishingiz mumkinki, tiyagalar, ya'ni bunaqa burchakli joylari ko'p bo'lganligi uchun asosan Luchepetra mahsuloti ishlatishgan. Betga 700 kilo Luchepetra mahsuloti ishlatilgan, 60 faqat. Buni asosan faqirlar sotamiz, 60 faqir ishlatilgan. Bunaga mana ko'rib turganingizda tiyaga, betlari ham tiyaga silliq, shuvoq qilinadigan joyi kam. Shuni hisobiga Luchepetra ishlatishgan. Oppoqlikni qarang buni. Agar unaqa tiyagalarga hozir travertin qilsam yoki boshqa ish qilsam, bir 1000 metr bo'ladi, 1000 kvadrat bo'ladi. 1000 kvadratni 1 kvadrati $5 dan bo'lar ekan. $5 hisobladim, men $10,000 pul ketar ekan. Mana shuna burcha surchilarni o'ziga, asosiy devoriga emas. Bu yerda 1000 kvadratli joy bor. Lekin bizning mahsulotda kvadrat yo'q. Sepiladi.
sepilganlik hisobiga uyda egalariga ham ancha qulaylik tushgan. Qanaqa deyilganda qulayligi moliyaviy taraflama. Ha. Hozir bu yerga Yana bir raqamlarni ochadigan bo'lsak, bu obyektimizga tiyagalarini o'ziga hozir bizda men matematika qilib qo'ydim, qilib. Ochiq aytaveraylik-da, mijozlar. 250 kvadrat hisoblangan ekan. $15 dan $3750 bo'lgan. $10,000 qatda-yu? Ha, $10,000 qatda, $3750 qatda. hozir bular 450 kvadratga yutdi. 450 kvadrat. Endi 450 kvadratni $5 dan hisoblasangiz, 3 barobar arzon tushgan. Bu pul tomonlama. Endi vaqt tomonlama aytsa, hozir usta bu chagalarni travertin qilishlik uchun qancha vaqt sarflaydi? 2 oy sarflaydi. 2 oy vaqt sarflaydi. Kamida. Kamida, bizning mahsulotdan bizda 1 oy vaqt ketgan xolos. Bu mana pul tomonlama ham bu mahsulot afzal. Vaqt tomonlama ham afzal. Endi sifat tomonlama gapirsak, agar hozir travertin bo'lganda bu darajada yuvib bo'lmaydi. Bu darajada quyoshga oqaradigan sifat bo'lmaydi va bu miqdorda garantiya bo'lmaydi. Garantiya bo'lmaydi. Demak, hozir Luchi Petra bilan Durplasdan boshqa variant qoldirmadik menimcha. Ha, Durplas mikro. Ha. Demak, kimga shunaqangi interyer, eksteryer, dekor mahsulotlari kerak bo'lsa, Durplas deysizmi, Luchi Durplas Petra mikro. deysizmi, eng trenddagi zamonaviy shunaqangi premium klassdagi uylarga, uchastkalarga albatta biz mahsulotni Rizoxon bilan birgalikda tavsiya qilib qolamiz. Tavsiya qilamiz. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing. Toshkent bo'ylab dilerlik Muhammad Rizoxonlarga qaraydi. Bemalol Rizoxonga murojaat qilinglar. Butun Toshkent bo'ylab xizmat qilamiz. Konsultatsiya deysizmi, yordam deysizmi, o'lchash deysizmi, Rizoxonga aloqaga chiqishlaring mumkin. Hammaga rahmat.